Nima qilyapsan bu yerda? Ha, o'tiribman. Nima qilib o'tiribsan o'zi? Ha, o'zim o'tiribman mana shu yerda. Qayerliksan? Asakadanman. Andijon asakasidan. Nima qilasan bu yerda? Farg'onada nima qilyapsan? O'zim o'tiribman, ko'rmayapsizmi? Siz o'ylayapsizki, musirga bo'lib o'tiribdi deb o'ylayapsizmi? Yuringmi? Ustunga fon qilyapmiz. Bunaqa yangilik fasollar chiqaryapmiz-da aka. Qarang, ko'ryapsizmi? Shuni qo'yganini ko'ryapsizmi? Birga bir chiqadigan qilib. Bu necha pul qilyapsan endi bular? Bular 135 ming, 140 ming. Shu xolosmi? Yo'q, mana tepalariga ko'rsating aka, mana tepalariga ko'ring. Ha, chiroyli. Yana ishing. Yangi fasollar chiqaryapmiz aka. Bu qanaqa endi bu fasonning nomi nima endi? Bela fason oq qilib beryapmiz. Buni har xil fasollari bor aka. Oq. Bu hamma yo'q ichidami? Hamma yo'q ichida mana shu lesalarigacha, samarez, shurup, reykasiga doğru. Materiallar mana kelgan, hamma yo'q kelib bo'lgan aka. Dastavkasi ham ichida aka bular. Bu yer kvadrat qancha endi? 7 kvadrat 270 hisoblaganmiz. Sredniy endi. Bu ketgan hisoblanadi, list hisobiga bo'ladi. Vodiy bo'ylab ishlaysan ekanda? Vodiy bo'ylab ishlaymiz aka. Aytgan narsa endi 130 mingning ichidami shunaqa? Shuni ichida, ha. Lesa, hamma yo'q ichida. Bir mahal olib qilib bersa bo'ldi. Iloji bo'lsa yotoq qilib bersa yana yaxshi, uzoq joy. Uzoq joy bo'lsa. Bu yerda yotib ishlayapmiz hozir. Vodiy bo'ylabmi xizmatlar? Vodiy bo'ylab. Namangan. Keyingi ishini ham ko'rsatuvchi qayerda o'zi? Keyingi ishimiz Andijonda-da. Andijonda? Bu yoqqa ham borasizmi? Olib boraylikmi? Boraman endi, nima qilaman Mana endi? mashinaga chiqing bo'lsa, mana mashinadan qayga? Bo'ldi, boramiz. Ha, bu yerda turasizmi aka? Mana keldik Andijonga, keling. Keling mana. Ishlarni ko'ring. Ichkari fasollarni ko'rsatingchi aka. Endi mana Farg'onadan bir kelib qoldi Andijonga aka. Ko'ring mana. Fasollarni eng zo'r tozalari aka. O yorib. Ishlagan mana shunaqada mana aka. Voy, mana bu yondaylar nima bu? Nimani u? PVX panel yangilik qilib qo'ydik. O'ta go'zal u bular. MDF tonniga mashina qo'yyapmiz. Ishimaydi, namda ko'tarilib bermaydi. Malades. Aka mana bu tomonlarni mana ko'ring, ana ayollarga ham chotki tushib yoradi aka. Xohlagan stilingizda qilib beramiz, xudo xolasa. Bola yaxshimisiz? Puli qanaqa bu puli endi? Pulini 120 mingdan 145 minggacha qilib beryapmiz. Farqi nimada u bilan buni hozirgi ish bilan hozirgi ish? Bu o'ta go'zal chiqib qolibdi, o'ta ham. Bunisida kvadrat nisbatan ko'proq ketadi. Bunisida 2 barobar hisoblanaveradi. Narigi fasonimizda 1.8 ga hisoblanaveradi. Hop. PVX panel dedingmi? Shular qanaqa endi puli ichiga kirib ketadimi shu kvadratni alohidami u? Pagoni metr hisoblanadi, 70 ming so'mdan bo'ladi 1 metr. 1 metr shu holatida 1 metr 70 ming so'mdan. Hamma yo'q ichida bo'ladi. Apkel ustanovkalarga da. Bet Nova karniz qilib ishlab berganmiz. Nihoyatda go'zal. Manol tovoni ham Nova karniz. Manol tovoni shestkranli karnizga ishlaganmiz. Mana shu ayvonning ichini. O'ta go'zal ekan. Farg'onaliklar bo'lsa bemalol Andijonlik ukam mana endi ukamni sizlayman ishini ko'rib уже вообще qiziqib qoldim uni ishiga. Xudo xolasa ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. Xizmati vodiy bo'ylab ekan. Namangandan ham bemalol murojaat qilasizlar. Namangan, Andijon, Asaka mana o'zimizniki. Bu yerda hozir Asaka Oqbo'rada turibmiz hozir. O'zimizning qo'shnimiz hisobda men ham mana shu yerda turaman. Akamiz xudo xolasa niyat qilganiga chotki qilib chiqardik. Bundan keyingi ishlarimiz ham bunaqa chotki bo'ladi xudo xolasa. Bo'pti, Asaka choyxonasiga olib borarsan endi men keldim Farg'onadan. Hozir Asaka choyxonada ham endi oshmas bo'yin bo'lyapti, ashiga boramiz endi aka xudo xolasa. Yuraveringlar qani. Ketdik olmasa yur endi ashaqa olib bor, ishing zo'r ekan. Bu yerni ham bir ko'raylik endi.